shoxlar, uyg'onmasliging xohlar. Qachonlardir qancha sinov ko'rgan el bu. Vatan nima, tinchlik nima bilgan el bu. Qalbi faqat yurt ishqida yongan el bu. Vatanimiz bo'ldi bugun gulbog'imiz. Samolarda xilpiraydi bayrog'imiz. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i mustaqil O'zbekistonning davlat ramzlaridan biri bo'lib, 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan. Bayroq bu millatning qalbida yonib turgan o't, xalqning qadr-qimmati va mustaqillikning ramzidir. U samoda xilpiraganida nafaqat bir millatni, balki o'tmishdan kelajakka tutashgan jasorat va birdamlik yo'lini aks ettiradi. Bayroq ko'tarilganda yuraklar boshqacha bir g'urur bilan uradi. Ko'k rang, moviy osmon, tinchlik va barqarorlik, shuningdek Amir Temur davlatchilik an'analariga ishora. Oq rang, poklik, halollik va kelajakka porloq intilish. Yashil rang, tabiat, yangilanish, o'sish va hayot ramzi. Qizil chiziqlar, hayotiy kuch, yurtning jon tomiri bo'lgan hayot energiyasi. 12 yulduz yurtimizda qadimdan mavjud bo'lgan mukammallik, komillik va 12 ta oy yil tizimi timsoli. Shuningdek, respublikadagi viloyatlarning ham ramziy ifodasi sifatida talqin qilinadi. Yarim oy yangilanish, mustaqillikka erishish va milliy qadriyatlarimiz timsoli. Sharqda yarim oy yangilanish va yo'lga chiqqan yangi davlat ramzi sifatida talqin qilingan. Men uchun bayroq orzularim parvozi. Bu ranglar ostida men kelajakni qurmoqchiman. Bugun baxtdan samolarga yetgan boshim, mudom porlab turgusidir qalb quyoshim. Qutlug' kunlar muborakdir ey yurtdoshim. So'nmas bo'lib keldi bizning gulbog'imiz. Samolarda xilpiraydi bayrog'imiz.